Assalomu alaykum obunachilar. Mana yana Andijon viloyatida yana bitta molxonamiz bitdi. Konteyner profillaridan. Razmerlari 11 metrga 20 metr joyga qilib berdik. Tevasiga shiferni yopib, tagiga kigizlar tashlab berdik. Ikki tomoni ham ustun sarrobli. Firmalarimiz orasi 1,5 metrdan, rekalar orasi 75 santimetrdan shiferga moslaganmiz. Tevasida o havo aylanadigan dimoxodlari. Mollarga zagon bo'ldi. Bu yerda sigirlarga, buzoqlarga zagon qilib berdik. Endi bu tomoniga oxirlarini o'rnatamiz. Kimda shunaqa xizmatlar bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab.